to'xtab qo'yishib yonimga o'tirdi. Aya nega meni burnim yo'q dedi. Hamma qaraydida olib chiqaman. Bir odamlarning qarashi teshib o'tib ketadi. Kimni ko'rsa o'tadimi? Qachon keladi aya deb so'raydi. Hayotda shunday qushtirnoq ichidagi ayrim otalar bor. Farzandi nosog'lom tug'ilgani uchun menga nosog'lom farzand kerak emas deb tashab ketishadi. Farzand axir Alloh bergan ne'mat-ku. Qanday qilib ne'matdan yuz o'girish mumkin? Qo'limdagi bolakayning ismi Muhammad Ali. Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanidan bo'ladi. Bolajonimizning ahvolini ko'ryapsizlar. Burunsiz tug'ilgan, burundagi nafas yo'llari butunlay yopiq tug'ilgan. Ko'ryapsizlar, bolajonimiz qanchalar energiyasi kuchliligini ko'rishingiz mumkin. Doktorlarning aytishiga qaraganda, agar nafas yo'llari ochilmasa, keyinchalik ahvol battar og'irlashi mumkin ekan. O'zi burun insonga nima uchun berilgan deb o'ylaysizlar? To'g'ri, taqdir Allohdan, lekin inson burun bilan nafas olmasa, umri qisqarishi mumkin. Hozir Turkiyaga ko'rsatib qildik. $15,000 operatsiyasiga so'rayapti-da. Burnini ochirib, implant qo'yish kerak. Qildirmasak sog'lig'ida boshqa muammolarim ko'payib ketadi. Miyasiga kislorod yetib bormaydi. Shu videoni 5 ta 10 ta do'stinglarga tarqatinglar. Birinchi o'rinda videoga like bosinglar, videoni istoriyaga qo'yinglar. 48 soatga bu videoni yoqamiz. Bolajonimizni tez orada Turkiya davlatiga jo'natishimiz lozim. 2 bosqichli operatsiyani boshidan o'tkazadi. Azizlar, 2 bosqichli operatsiya uchun Turkiyada jami $15,000 mablag' so'rashgan. Sharoitlari yo'qligi uchun bizga murojaat qildilar. Nafas yo'li yopiqligi hisobiga qorachig'i gohida ichkari kirib ketar ekan, yo'qolar ekan. Yo'q ko'rmayapti.